Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanalimiz obunachilari. Bilasizlar, oxirgi paytlarda kottejlarni reklama qilyapmiz. Yaxshi kottejlarni srochniy narxlarda berib yuborilayotgan paytlarda siz aziz obunachilarimizni e'tiboriga havola qilyapmiz. Mana shu ko'rib turgan kottejimiz ham aynan shunaqa kottejlardan, 2 sotuvga qurilgan 5 ta xonadan tashkil topgan tayyor remont holatda kottejimizda gaz, suv, svet va eng muhimi kanalizatsiyadan muammo yo'q. Shuna darvozaxonadan kirganimizda bizani mana shunaqa kengina hovliga kiraverish kutib oladi. Bu yerga siz bemalol 3 ta mashinani yoki 4 ta mashinani ham taxlab qo'ya olasiz. Hovlimizning bu yoq tarafida o'zini zeleniy zonasi bor, albatta chimlaqli fontanchiklar bilan qilib qo'ysangiz bo'ladi. O'zini letniy sanuzeli bor va bu yoq tarafga shinamgina yozgi oshxona qilib qo'yishgan. Uyimizga kiraverish qismimizda bu yoq tarafda uyimizda tepli pol va radiator isitish sistemalari bilan jihozlangan, qishda muammo bo'lmaydi. Qani bismillah. Uyimizga kirganimizda mana bizning kengina koridorimiz, chiroylikgina, ana zinalarni, perelalarni ham zo'rdan qilib qo'yishibdi, oynali qilib, takoy. Bu yoq tarafda uyimizning oshxonasi ham kengina, undan tashqari kuxniy mebellarni yaxshisidan ishlatishgan. Oddiy misol tariqasida elektronik mana. Shunaqa ham bu yoqda edi. Ko'rdingizmi? Uje ishladi. Yana bitta qilasizlar. 2 ga o'tadi, bundoq qilasizlar, o'chadi. Akalar, like bosib qo'yamiz, shunaqa uylar nasib qilsin deganlar. Xo'p, bu yoq taraf uyimizning birinchi etaj umumiy sanuzelimiz, ko'rishingiz mumkin. Xo'p, endi bu yoq tarafga o'tamiz. Zal birinchi etaj yoki родительский spalni o'rnida foydalansanglar bo'ladi. Quruvchi eskidan quruvchi, realni yaxshi narsalar quradi. Keling, marhamat. Birinchi bo'lib mana shu devoriga ahamiyat qilishinglarni so'rab qolardim. Qalinligini qaranglar mana. Meni qo'lim 20 santimetrlik qo'l, to'g'risini aytaman. Bo'yim 1.85. 1 2 2,5. Bu yoq tarafda tashqariga ham yana 3 desak ham bo'ladi. 60 santimetr bo'lsa, endi o'zingiz uchun hisob-kitob qilib olasizlar, do'stlar. Endi birinchi bo'lib podvalga tushib ko'rsataylik. Ikkinchi etajga chiqishdan oldin zinalarni santimetrgacha cho'tki qilib o'lchab qo'yishgan. Albatta, endi biz kottejlarni reklama qilayotganimizdan keyin narxlarni solishtirib ko'ramiz. Bu kottejimizni kiygan paytimizda $180,000 deyishdi. Okey dedik. Biz ham ko'chada narx-navoni o'rganib yurgan odammiz. Bizga unaqa 180,000 deb tashlamang. Biz o'zimizga chiroyli narx chiqaramiz, ma'qul kelsa bosamiz deganmiz. Bu uyimizning podvali, xohlasanglar mana shu joyini shundoq xona qilib yopib yuborsanglar, katyol xona bo'lib qoladi. Mana shu sistemada agar tushunganlar bo'lsa, qanaqasidan ishlatishgan quruvchi? Yaxshisidanmi yoki o'rtacha sifatdagisidanmi? Mana e'tiboringizga havola. Zifler katyollarni ham ziflerdan olib kelgan. Mana bunaqa narsalarni ham motor to'da hamma narsasi shu yerda qisqasi. Uyimizning yuragi desak bo'ladi. Podvalda ham bemalol o'tirsa bo'ladi, ayniqsa erkaklar yoqtiradi. Divan, bu endi ayollar tepada oshxonada deyarli yashasa, erkaklar mana shu tinchroq joyda podvalga yoki endi bolalarga pastda bu yog'iga darvoza, bu yog'iga darvoza qilib o'ynaydigan, futbol o'ynaydigan joy qilib qo'ysak bo'lar ekan. Hozir sizlarga ota-onalar uchun родительский spalni ko'rsataman. Keling, marhamat. Mana bu xonamizning kattaligini qarang. Aks savdoni qayd etganini ko'ryapsizmi? Uyimizda umumiy 240 kvadrat atrofida. Mana registrlarni ham yaxshisidan qo'yib qo'yishgan. Tepa etajda skvoznoy. Xo'p. Keling, marhamat. Mana bu devorni ko'rsatib olaylik. Mana bu devorni qarang. Realni agar tushungan bo'lsangiz, quruvchi bo'lsangiz, bizning kuzatuvchilar orasida sifatiga, quruvchining mahoratiga baho berib ketaylik. Devorni qalinligini qarang. Endi bu yoq tarafga kelamiz. Bu yoq taraf родительский spalni edi, bu yoq taraf ikkinchi etaj zalimiz. Zalga normal kattalikdagi xonani qilib qo'yishgan. Bu yoq tarafga o'tamiz. Mana bu bolalar xonasi. Bolalar xonamizni zaldan salgina kichikroq xona, lekin normalniy kvartirani, katta kvartirani zaldan katta xona. Bu yoq tarafimiz esa qizlar xonasi. Ko'rishingiz mumkin. Kattagina, kengina, endi qizlarga bundan katta joy kerak bo'lsa, bilmadim. Mana bu devorlarni ham ko'rsatib qo'yaylik mana. Ko'rasizmi? Hovlimizni ko'rishingiz mumkin. Undan tashqari hovliga e'tibor bergan bo'lsangiz, qo'shni hovlisiga nazar tushmasin. Ertaga qo'shni tarafda nimadir to'y hasham bo'lsa, termilib o'tirmasin deb taroqlar ham qo'yib qo'yishgan. Quruvchining farosatiga 5. Xo'p, endi bu yoq tarafga o'tamiz. Do'stlar, ikkinchi etaj umumiy sanuzelimiz. Xullas, mana shu 2 sotuvdan iborat 3 qavatdan tashkil topgan. Endi 3 qavat deganda minus podvalni ham hisobga olsak bo'lmasa 2 qavatli. Sizlar nima desanglar, shu 2 qavatli kottejimizni 240 kvadrat atrofidagi kottejimizni 1 kvadrat metrga o'rtacha 640
$40dami tushayotdi. Tayyor remont mana shu holatda shuni kalitib beramiz, ko'chib kirib yashaysizlar. Atrofda maktab, bog'cha bor, orientir. O'sha Sergeli hokimiyatiga 1,5 kilometr ichkariga Sagdiana mahallaga kirganingizda lokatsiya tashlab beramiz. Yangi hovlilar Telegram kanaliga o'tsanglar, shu va bundan ham arzon kottejlarimizni chiroyli narxlarda xarid qilishingiz mumkin. Uyimizni umumiy narxi boya aytganimdek, birinchi kelganimizda 180 ming deyishgandi, lekin bizda talashib tortishib $155 ming kelsanglar naqd pulga tepasida yaxshigina savdosi bor qilib tushirib qo'ydik. Pastda raqam bor. Telefon qilib, liboy paytda Shohruxjon lokatsiya tashlang, men boryapman desangiz, joyida kelib ko'rib, ma'qul kelsa barakani qilib ketaverasiz akalar. Like bosib, obuna bo'lib, kuzatishda davom etamiz. Voy. Bo'ldi.